Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa Namangan shahriga darvozalarni optim joyiga kelganmiz. Mana bir qator hammasini kачествоsi, ishlardi sifati, ranglari va fasollari haqida bir qator hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana ustakamni o'zlari. Assalomu alaykum. Akajon, siz emisiz? Charchamang. Assalomu alaykum. Sog' salomat uchlar, hurmatli obunachilar, internet foydalanuvchilari. Namangan shahar prom zonadan sizlarga zakazga tayyorlagan barcha darvozalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqangi chiroyli darvozalar kerak bo'lsa, shunga o'xshash yoki bunga o'xshash xohlasangiz Telegram, WhatsApp, Imo'dan aloqaga chiqsangiz, bundan ham ko'p 2000 ta 3000 dan ham ko'p rasmlar bor, suratlar bor. Tashab beramiz. Tanlaganingizni tanlab beramiz, razmeringizga moslab. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustalik xizmatlarimiz bepul. Xudo xolasa. Bir boshdan boshlaymiz akajon? Bir boshdan boshlayveramizki, sifatiga baho berishadi. Yoqqan bo'lsa bittadan lakka tasdiqlatib qo'yishadi, xudo xolasa. Darvozamiz balandligi 3,5 metr, yoniga 4,5 metrlik. Samarqandga Urgutga tayyorlangan darvozamiz. Ikkita yoni tagi rossiyskiy shvellardan bo'lgan. Kraskalari ham lakli bo'lgan, fonni mo'yshi bo'lgan, 2 qavatli aka, shumkali, 5 ta mana kalitlari ham bor. Aka mana avangard bu ochilishlari. Albatta ko'rib turibsizlar, mana o'z aksimizda hattoki ko'rsatyapti. Aka, motiviy ish umuman qilmaymiz. Hammasiga laks yapamiz. Sababi motiviga ishonmayman, to'g'risi. Muammo ko'p ekan. Kaskot o'rishi mumkin. Lakli mana yaltirab qilib berganmiz, xudo xolasa. Kvadrat metri 1,400,000 so'mdan. Samarqand Urgutgacha optik summasining 23 million so'mga kelishib, dastlabki ustalik xizmatlarini mutlaqo ichida qilib gaplashamiz. Navbatdagi aka Farg'ona Rishtonga Sardor aka darvozalari 1 kvadrat metri bu darvozalarimizga 1,200,000 so'mdan, bir qavatligi. 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa 1,400,000 so'mga to'g'ri keladi. Isbotgan baho beriladi. Mana ochilib yopilishlari. Hatto ot eshigi borligi ham sezilmas ekan. Ha, yopgandan sezilmaydi. High-tech qilib ishlangan. O'ta ideal holatda. Endi buni orqa tomonlarni ham agar ko'rsatish iloji bo'lsa ekan, yaxshi bo'lardi. Obunachilarimiz ko'rsin, mana bu orqa tomoni. Agar shu holatdagisi tekis qilib ber deyishroq bo'lsa, penoplast qilib tekis qilib yana ikkinchi qavatini listini qo'yib beramiz, 1,400,000 so'mdan bo'ladi. Shumkasi o'zi bilan bo'lar ekan. Asli bilan bir qavatdan bo'lganimizda pulimiz og'irgina. Agar o'ng tomondan ko'rsatsangiz, ochiqdan ko'rsatgan. Hurmatli obunachilar, mana so'z isboti bilan mana darvozamizni ishlab chiqarish jarayonlari. Albatta siz obunachilarga ovoz effektimiz yaxshiroq yetib borsin degan maqsadda ish to'xtatib turib olyapmiz videolarimizda. Bu ochilishlari mana. Mana hurmatli obunachilar, siz azizlarga hammasini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Summasi 16,5 millionga to'g'ri kelgan. 1,200,000 so'm kvadrat metr. Yoniga to'g'ri bo'lgan, balandligi 330 bo'lgan. 30 santimetrdan bu tarafga adnalichkalarni ham ishlab chiqamiz. Ikki tomoni adnalichka. Ko'rib turibsizlar. Har xil bezaklar qilib, xohlasangiz mana shu joylariga svitilniklarni ham moslab berishaveradi. Navbatdagi aka, yoniga 590, balandligi 340ligi, Navoiy Qiziltepaga tayyorlangan darvozamiz. 3 ta tumbali bo'lgan, o'rtalariga ham uni tumba tushirib berganmiz. Oqlovchilarga agar shunaqa qilib beramiz, razmerga to'g'ri keladi. Mana suv kunlarni pastroq, balandroq qilib beramiz. Agar haliga tosh tiydirishgan bo'lsa yoki tiydirishmoqchi bo'lsa, stopini olib o'shanga qarab tayyorlab beramiz. Ikkita yoni tagi rossiyskiy shvellar bo'lgan. Fonni buyoqlari agar tushunganda bo'lsa 8 ga o'tar profil bo'lgan. Vibrelargacha qo'yib chiqamiz ichiga buyog'iga, ikkinchi qavat. Bu shunga deydi. Lekin meni o'ziga jalb qilgan narsa akajonim mana shu she'r bo'ldi. Bu ham ajoyib chiqadi. Mana vibrelargacha qo'yib chiqamiz yoniga. Akajon, she'r bo'ladigan bo'lsa narx qo'shiladimi? Bir donasiga 400,000 so'mdan qo'shib berishadi. Hozir 3 oyga 1 million so'm qo'shib berganlar ekan. Darvoza o'zi 29 millionga to'g'ri kelgan. 1,400,000 kvadrat metr. Sherga 1 million qo'shib berganlar. Ot summamiz 30 million so'm bo'lgan. Hozir men buni ot yopib ko'rsatib beraman. Bu mana kalitga alohida. Adnalichka mana devorda turibdi-mi? Mana. Ikkita katta mashina kiradiganlar,
Hurmatli obunachilarimiz. Adlanishga, tepalari adlanishga. Devorlar, bu tomonga ham mana adlanishga. Hamma Siski shivellar, yo'llar siski shivellarda bor. hamma ustunlari o'zi bilan chiqarilgan ekan. Alohida chiqarishlik shart emas ekan, xudo xolasa. Ochiq yopilishlari ham yengil bo'ladi. Pachinli oshqo'shqlarni qo'yganmiz. Orqa tomondan shu bitta prosa santasan. Sentr zamon qilib orqalarini ham ishlashgan ekan. Xudo xolasa vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya barchasiga xudo xolasa dastavkalar qilib berishyapti ekan akajonim. Qolagan joylarni dastavka qiladi. Navbatdagisi aka. Mana bunisi. Shikalansivetdagisi. O'zi ham juda shikalan chiroyli daraga chiqdi. Ko'proq ayollarga shikalansivet rang yoqar ekan. Biz erkaklarga Qorasi albatta. Serozli qora jentiragan moslab. Katta bolalarnikidan. Katta bolalar deydi. Qora ko'proq erkak kishiga yoqdi. Ayollar telefon qilishadi, shikalansivet. Nima deydi? Shunaqa qildiramiz, shunaqa zakaz beramiz deyishadi. Darvozamiz balandligi 355, joniga 6 metrli. 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan bo'lgan. Hammasining narxi Samarqand postonlarniki 1 million 400 ming so'mdan. Optik summamiz aka 30 million bo'lgan. 3 ta she'rga 1 million qo'shib berishgan. 31 million so'm bo'lgan. Yana shu atnalikka Hammasi tayda tumbalarigacha qilib qo'yishibdi akamlar. Ha, buni pastroq, balandroq qilib beramiz xohlovchilarga. Ha. Ochilib yopilishlari, shikalansivet. Yana bir eng qiziq turgan joyi, hurmatli obunachilar, kalitlarni ko'rib turibsiz, zapas kalitlari. Hatto oilada 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, har biriga bittadan to'g'ri kelar ekan. Ha. Bu ham original qulflari ham. Bittadan bo'lib olishaveradi. Rangini xohlovchilarga har qanaqa rang qilib sepib beradi. Rangi narxiga ta'sir qilmaydi. Narxiga ta'sir qilmaydi. Xohlasa agar bizdagi fasollardan ko'llar to'lmasa, o'zlari ijtimoiy tarmoq orqali qanaqadir fasollarni tanlashsa, bizga tashab berishsa, biz o'sha suratni o'zi qilib yuz-ko'z qilib chiqarib beramiz. Belagalar bilan hali chegaralanib qolmaydi. Qanaqa fasollar o'zimiz tanlab beramiz. Telegramdan, WhatsApp imonan aloqaga chiqsa, mingdan ortiq darvoza suratlari bor, tashab beradi. Telegram guruhlari bor ekan akimlarda. Gruppalarimiz, kanallarimiz bor. Navbatdagisi balandligi 340, yoniga 4,5 metrli. Nalichkalari bilan, adnalichkalari bilan. 1 kvadrat metri bo'lak ham 1 million 400 ming so'm. Ikkita yonidagi rossiyskiy shivellar, bo'rintobga sepamiz, kraska sepamiz. Bunaqa tillalarni ishlab chiqamiz. Oxirida lak sepamiz, yaltiradi. She'rlarga donasiga 400 ming so'mdan qo'shib beramiz. Bu kalitkasi ichidagisi. Xohlasa chap tomondan qilib beramiz, xohlasa o'ng tomondan qilib beramiz. Keyin buni ichkariga yoki tashqariga qilib berishimiz ham mumkin darvozalar. Siz hurmatli obunachilarga qaysi tomoni qulay bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz aytgandek qilib tayyorlab berishar ekan, xudo xolasa. Yana qo'shimchasiga rishotka deysizmi yoki sovri deysizmi, hammasidan bor. Mana shu metal bilan ishlanadigan narsa borki, akamlarning qo'lidan o'tadi, xudo xolasa. Aka bir orqa tomonlarni ham ko'rsatib qo'yasizmi? Mana ochilishlarni ko'rishdi obunachilar. O'ta yengil holatda ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ldi, yopilib hisoblanadi, sentr zamoni. Sentr zamon bo'lgan ekan. Ochilib, yopiladi. Keyin bu simlari nimaga deysan, bizga shunaqa talab berishdiki, damofonni simini qo'yib bergin deyishdi. Endi shu savolni bermoqchi edim. Ha, bu profilni orasidan buni listdan oldin bitirishdan oldin biz bitirganmiz. Keyin bu she'r olib qo'ysa bo'ladi. Hozir bu uzun chiqib turibdi, buni kesib tashlaymizda. Joyiga borganda, ana nimalar kurishda qotirib olgandan keyin mana shu joyini o'zini silib beramiz. Nisbatan bilinmaydi, bo'lib borligi. Elektronik qilib ishlangan. Olib qo'yishsam bo'laveradi. Xohlovchi nima deydi, xohlovchilar uchun zamoklarini elektronika ham qilib berishaveradi, akamlar. Talabga qarab, Talabga qarab murosa qilamiz, maslahat qilamiz, qilib beramiz. Qilgan joylarimiz ham bor. Optik summamiz, buni darvozaning purini aytdimmi, aytmadim, 23 millionga to'g'ri keladi. Buxoro, Romitongacha. Navbatdagisi Samarqand Ishtixonga, balandligi 380, yoniga 4,5. Atrofi o'sha 40 sm dan adlanishga bo'ladi. Darvozamizning ichki razmeri 325 bo'lgan. 40 sm bu tarafda, 40 sm bu tomonda adlanishkasi bor. 40 dan 48, 325, 4,5 yoniga razmer bo'lgan. Ikki tomondagi ustunlari 40 santidan bo'lgan. Shunaqa. Balandligi darvoza qanotini o'zi 3 ochiladi, al tepadagi adlanishkasi bilan 380 ochiladi. Bu ham 2 qavatli, shumkali bo'lgan. Уже urganda to'g'risiga qo'l og'riydi. Rossiyskiy qalin Istanbul. Ikkita yoni tagi rossiyskiy shivellar.
Gruntovka, kraska, lak, bularga hamma nimaki kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Bunisi-chi akajonim? Buni narxini aytib qo'yaylik aka. Kvadrat metri 1.600.000 dan tayyorlaganmiz. 2 qavatligicha. Orqa tomon tik sef bo'lgan. Ofis summamiz 24,5 million bo'lgan. Bunisi ham o'ta bahaybatli, o'ta chiroyli ishlangan ekan. Darvozamiz kvadrat metr 700 ming so'mdan. Shtampovka darvoza. 700 ming. Ha, bu mana bu qo'y. Ruchnoy работа, listovoydan singari chiqqan, lekin shtampovka. Buni rangini ko'rsatsangiz aka. Rangini to'rt xil rang sepganmiz bunga. Mana. Kombinatsiya qilib, tagida qizirlari bor, ustida ham tillosi bor. Bu yoqlarga qora sepganmiz. Qora. Tagiga opshiga shkalan sepganmiz. Uni tagida undan oldin gruntopka sepganmiz. Oxiri lak sepganmiz. siz xohlagan rangda xudo xolasa tayyorlashib beraveradi akamlar. Kvadrat metr 700 ming so'mdan opis sommamiz 14 millionga to'g'ri kelgan. Balandligi 4.10, yoniga 5.20 atrofida razmeri. Buni ham o'sha avtomobilchilarga ishlab chiqamiz. Mana shu kunlarga u borasi yopishtirgan joyimiz yo'q. Buni kraskadan chiqarganmiz. Hammasi kraskadan qoyili. Bu ham kraskadan. Hali bitta narsa yopishtirsangiz ko'chib ketishi bor, boshqa bo'lishi bor-ku. Keyin mana ichkini chiqamizni ham bir ko'rsatib qo'ysangiz aka. Mana 18 sm ichiga ishlaganmiz. Bu ham kvadratga yuradi. 18 ga bu tomoni 43 bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, o'ta bahaybat qilib ishlangan. Ha. Endi aka, mana orqa taraflari bu shtampovkalar o'zimizni ham orqa tomoni qanaqa bo'ladi deyishganlarga ko'rsatib qo'yamiz. Hozir unisini ham ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, kimda kimga mana shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, siz azizlarga zodagonlarning darvozasida hammasi, u xolliklarnikidan u. Xohlasa mana orqa tomonini ham ko'rsatib o'tamiz. Detallar, mana materiallar hammasi yangi listlardan tayyorlanadi. Ha, mana orqa tomoni Tekis bo'ladi, o'sha ozgina figurasi bo'ladi. Oldiga qaraganda orqasiga ham ozgina figurasi bo'ladi. Bir xil qilib, buni ham kraskasini qilib berganmiz. Endi bu yoqda hammasi yangi materiallar, bu kichkina materiallarimiz, bu yoqdagisi qalin katta materiallarimiz. mana bu tomonda so'rilar hammasidan bor ekan. Ha, endi bolalar bugun dam olib turishdi. Xohlasa shovqin bo'lib turmasin deb. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustarovka xizmatlarimiz bor. Aloqaga chiqsani, xizmatlar bo'lsa, bitiramiz. Qo'ldan kelgancha. Ekran ustidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa birinchi qo'l zavodidan qaynab chiqqan qozonidan video qilishga harakat qildik. Hurmatli obunachilar, uncha-muncha kamchiliklariga nima deydi, xafa bo'lmaysizlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda yanada to'ldirib sizlarga obzor qilib berishlikka harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, xizmatdamiz. Safardagilar o'zinglarni ehtiyot qilinglar.